At-Tartil menyusidan qanday foydalaniladi? Aksar mobil ilovalar kabi At-Tartilda ham ilova menyusi bo'lib, uni asosiy oynaning yuqori chap burchagidagi tugma orqali ochiladi. Menyuda ilova haqidagi qo'shimcha ma'lumotlar va turli funksional tugmalar mavjud. Video davomida ularni ko'rib chiqsak. Yuqori chap burchagidagi chapga ishora qiluvchi tugma menyudan asosiy oynaga qaytish uchun ishlatiladi, ya'ni orqaga qaytish tugmasi. Shuningdek, menyu oynasini barmog'ingiz bilan chapdan o'ngga surish ham bu ishni bajarib beradi. Yuqori o'ng burchakdagi qizil tugma orqali ilovadan chiqib ketishingiz mumkin. Ya'ni u sizni tizimga kirish oynasi, boshqacha aytganda login oynasiga o'tkazadi. Bu bilan ilovadagi shaxsiy hisobingizdan chiqib ketgan bo'lasiz. Kelgusida At-Tartilni to'liq foydalanish uchun qayta kirishingiz talab etiladi. Bu tugmani qachon ishlatishimiz tavsiya etiladi? Sizda qachonki bir nechta hisob bo'lib, ularni alishtirmoqchi bo'lganingizda yoki telefon alishtirganingizda shu tugmani bir marta bosish orqali ilovadagi joriy hisobingizdan chiqib olishingiz mumkin. Yodda tuting, bu tugmani ishga tushirishdan oldin ilovadagi login va parolingizni albatta eslab qoling yoki yozib oling. Aks holda ilovaga qayta kirishda turli qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Login va parol nima ekani haqida video davomida tushuntirib o'tamiz. Navbatdagi ma'lumotlarga o'tsak. Orqaga qaytish tugmasi pastida foydalanuvchi ismi sharifi, uning pastida esa ilovadagi loginingiz turadi. Ma'lumot o'rnida aytsak, login bu ilovada ro'yxatdan o'tishda ishlatilgan telefon raqamingiz yoki elektron pochta manzilingiz, ya'ni emailingiz bo'lishi mumkin. Bizga murojaat qilganingizda mana shu loginingizni aytishingiz so'ralishi mumkin. Qadrli foydalanuvchi, login juda muhim ma'lumot bo'lib, ilovaga kirishda parol bilan birga ishlatiladi. Parol esa ro'yxatdan o'tishda o'zingiz o'ylab yozadigan kamida 8 xonali belgilar ketma-ketligidir. Parolni tasdiqlash kodlari bilan adashtirmang. Tasdiqlash kodlari odatda 4 yoki 6 xonali raqamlardan iborat bo'lishi mumkin. Ular ro'yxatdan o'tishda loginni tasdiqlash va to'lov qilishda to'lovni tasdiqlash uchun ishlatilib, bir martalik hisoblanadi. Parol esa ko'p marta ishlatish mumkin bo'lgan maxfiy kodingiz hisoblanadi. Navbatda esa ilovadagi to'lov statusingiz qismi keladi. Bu qismning birinchi yozuvidan ilovada qaysi tarifda to'lov qilganingizni bilib olasiz. Uning yonida esa to'lovni uzaytirish tugmasi bo'lib, uni bosish orqali to'lov tariflarini olib, to'lov muddatingizni uzaytirib olishingiz mumkin. Uning ostidagi kichikroq o'lchamdagi yozuvlar esa sizning joriy foydalanish muddatingizni ko'rsatib turadi. Bu orqali keyingi to'lov qachon kelishini bilib olishingiz mumkin. Yodda tuting, ilova odatda eng yangi to'lovingiz bo'yicha statusni belgilaydi. Bu nima degani? Siz yillik to'lovni qilgansiz. Muddat tugamasidan yana to'lovni uzaytirsangiz, yangi to'lovdagi tarif qaysi nomda bo'lsa, statusingiz shu nomga o'zgaradi. Lekin xavotirlanishga hojat yo'q. Bu shunchaki eng yangi to'lovingiz ma'lumoti bo'lib, oldingi muddatning qolgan qismi va yangi to'lov muddatlari umumiy holda saqlanadi. Galdagi bo'lim ilova interfeysining til sozlanmasidir. Uni bosib, ochilgan oynadan kerakli tilni tanlasangiz, ilova interfeysni shu tilda ko'rsatadi. Undan quyida esa ilovada yorug'lik va qorong'ulik sozlanmasi bor. O'rni kelganda qo'shimcha qilsak,
Yorug'likni asosiy oynadagi maxsus tugma orqali ham sozlash mumkin. Har ikki holatda ham tugmani bir marta bosish yorug'lik holatini biridan boshqasiga o'zgartiradi. Navbatda dastur haqida qismi. Unda ilova qachon, qay tartibda tayyorlanganini hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mitaning ruxsati va yana bir qancha qo'shimcha ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Keyingi qism bu maxfiylik siyosati bo'lib, bu qismni albatta o'qib chiqishingiz tavsiya etiladi. Shuningdek, ro'yxatdan o'tish oynasida bu qismdagi ma'lumotlarni foydalanuvchi o'qib, qabul qilgan taqdirdagina ro'yxatdan o'tishi haqida yozib qo'yilgan. Bu degani, ilova foydalanuvchilari maxfiylik siyosati yo'riqnomasini qabul qilgan deb hisoblanadi. Muallif haqida qismida esa ilovani tayyorlashda ularning bilim va tajribalaridan foydalanilgan taniqli ulamo, Qur'on va tajvid ustozi, Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutining Qur'on va tajvid kafedrasi mudiri Jahongir qori Ne'matov haqlarida ma'lumot keltirilgan. Nihoyat, ko'plab foydalanuvchilarga juda qo'l kelayotgan ilovadagi xatoliklar bo'limini gaplashsak. Bu bo'lim siz va bizni bog'lash, savol va takliflaringizni eshitish uchun juda samarali ishlab kelmoqda. Deyarli barcha foydalanuvchilar faoliyatimiz va ilova bo'yicha savollariga ijobiy javob olmoqdalar. Bo'limdan foydalanishingiz uchun telefoningizda Telegram messenjeri sozlangan bo'lishi kerak. Shunchaki ilovadagi xatoliklar bo'limini tanlang va ilova sizni Telegramdagi manzilimizga o'tkazadi. Shu bilan savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Ilovada biror savol chiqdimi? Shuningdek, foydalanish qo'llanmasidan ham yechim topilmadimi? Marhamat, bizga ilovadagi xatoliklar bo'limi orqali murojaat qiling. Biz sizga yordam berishdan mamnunmiz. Menyuda quyida keluvchi qayta yuklash tugmasi ilovadagi ayrim xatoliklarning yechimi sifatida keladi. Jumladan, oyat matnlari, qiroatlar va shu kabi ayrim ma'lumotlarni qayta yuklab berish uchun ishlatiladi. Bu jarayonda dastlabki foydalanishda chala yuklangan yoki xatolik bilan yuklangan ayrim ma'lumotlar o'chirilib, qayta yuklanadi. Tugmani bosganingizda ma'lumotlar o'chirilib qayta yuklanishini tasdiqlashingiz so'raladi. Ha tugmasini bosish bilan ilova asosiy oynaga o'tib, kerakli ma'lumotlarni qayta yuklashni boshlaydi. Shu joyda barcha ma'lumotlar to'liq yuklangunigacha kutib turishingiz tavsiya qilinadi. Tugmani ishga tushirishdan oldin internetingiz faolligini va tezligini tekshirib oling. Chunki tezlik yetarli bo'lmaganda bu qism kutilganidek ishlamasligi mumkin. Oxirida menyuning eng pastida keluvchi kichik o'lchamdagi yozuvlarni tushuntirib o'tsak. Bu yozuv ilovaning joriy versiyasi raqamini bildiradi. Bizga murojaat qilganingizda loginingiz bilan birga shu versiya raqami va telefon modelingizni aytishingiz savolingizga yechimni tezlatishi mumkin. Azizlar, Qur'onni biz bilan o'rganishda davom eting. Zero at-tartil bilan Qur'on o'qish yanada oson.